ma'qul ilmlardan maqtildigan miqdorning izohi. Bilingayki, maqtildigan ilmlar ikki turlikdir. Birinchisi, yeptin yangnisigacha maqtildigan ilm. Bu ilm qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi va afzal. Ya'ni Alloh taoloni, u zotning sifatlarini, ishlarini va tartib jihatda oxiratni dunyoning oldiga qo'yishidagi hikmatni bilish shu qatordandir. Bu aslida bilish talab qilinadigan to'liq shirin ilm bo'lib, u oxiratning baxt saodatiga erishtirdi. Bu ilm bajoyiki cho'nqurliqda tegi yo'q, har kim faqat o'ziga qulay bo'lgan qirg'oq va yaqinlardan aylana oladigan dengizning o'zidir. Ikkinchisi, qisman maqtildigan ilmlar. Ular yuqorida farz kifoya ilmlar qatorida bayon qilindi. Har ilmning boshlang'ich, yetarlik va yuqori saviyalari bor. Shu ikki kishidan biri bo'l. Ya o'zini isloh qilish bilan mashg'ul kishi bo'l, yoki o'zidan ishini olsa, boshqalarga vaqt ajratadigan kishi bo'l. O'z nafsingni isloh qilmay turib, boshqalarni isloh qilishga tirishishdan saqlan. Tishingni isloh qilishdan burun ishingni isloh qil. Havas, hasad, riyo va ko'ranglik kabi yomon sifatlardan poklangan. Allah xolisa, bu to'g'rida halokatga tashlag'uchi qilmishlar temasida to'xtalg'aymiz. Agar nafsingni isloh qilishga vaqting yetmasa, farz kifoya ilmlarni qo'yib tur. Chunki farz kifoyalar bilan mashg'ul bo'lganlar yetkichi bor. Boshqalarni isloh qilishga berilib, o'zi halok bo'lish hamoqatlikdir. Undaq kishi ayni o'z kiyimining ichiga chayonlar kirib ketavsa, boshqalarning chivinini qo'riydigan hamoqatga o'xshaydi. Mubada o'zingni isloh qilish va nafsingni poklashdan ishinsang, bu tulmi tas ish, ondan farz kifoyalar bilan mashg'ul bo'lg'in. Umu paydin-pay va asta-asta bo'lg'ay. Avvalan Alloh azza va jallaning kitobini o'rganish bilan boshla. Ondan Allohning elchisining sunnatini o'rgangin. Ondan tafsir, nasih amaldan qoldiruvchi va mansux amaldan qoldirilgan, muhkam, qaratmiliqi uchuq va mutashabih tutuq oyatlarni hamda uningdan boshqa Qur'onga munosabatlik ilmlarni o'rgangin. Hadisdami mushu yo'lni tut. Ondan fiqh va shar'chi ilmlarni o'rgangin. Ondan keyin umring yetsa va vaqting yar bersa, boshqa ilmlarni o'rganishga kirishsang bo'ladi. Bir fanni inchga va cho'nqur o'rganaman deb butun umringni o'tkazmagin. Chunki ilm ko'p, umr qisqa. Yuqorqi ilmlar boshqa ilmlarni o'rganishda go'yoki kerakli qurol saymonlarga o'xshaydi. Boshqa bir ilmni o'rganishga muhtoj bo'lgan vosita ilmni o'rganganda asl maqsaddagi ilmni unutib qolmaslik kerak. Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid Nashr qilguvchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat Layyaliguvchi A. Aqhun 2024 yılı 1. nashri 1. qatim basilishi İstanbul Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.